Assalomu alaykum hammaga. Men psixolog Xosiyat Allayarovna. 8 yillik tajribaga ega oilaviy munosabatlar bo'yicha ekspertman. Bugun men sizga juda ham bir dolzarb mavzulardan biri bo'lgan ayollarning zo'ravonlikka chidashi va buning oqibatida har xil o'zida kasalliklarni orttirib olganliklari, farzand tarbiyalariga salbiy ta'sirlari, natijalarini ko'rganmiz tajribada. Va juda ko'pchilik ayollarimiz mana shunaqa savollar bilan murojaat qilishadiki, turmush o'rtog'im bilan konfliktdamiz, menga bee'tibor yoki undan tashqari haqorat qiladi, o'zini qilgan xatolari uchun ham meni ayblaydi va hokazo. Bunday qanday chiqsam bo'ladi degan savollar bilan murojaat qilishadi. Agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, bugungi darsimizni oxirigacha ham eshitishingizni tavsiya qilaman, chunki bugun siz balkim hech qayerda eshitmagan ma'lumotlarni eshitishingiz mumkin. O'ylaymanki, juda ko'pchilik ayollarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Agarda menga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya nuqtasini bosib qo'ying, chunki bu mavzularni hali davomi juda ham ko'p, sabablari ularni ham yoritish niyatidaman. Like, kommentariyalaringizni ham minnatdorchilik sifatida yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Demak, boshlaymiz. Birinchi sababi ayollarning zo'ravonlikka chidashi bu o'zini qadrlamasligi. Ya'ni turmush o'rtog'ini bunday munosabatlarini yuzaga qaraydi yoki bo'lmasam bu narsaga normal qarashi mumkin. Chunki biza bolaligimizdan bizani ota-onamiz ham bizani urgan, jazolagan va undan keyin bizga aytishgan bo'lishi mumkin, chunki men seni yaxshi ko'rganim uchun qildim bu narsani, seni qayg'urganim uchun qilyapman bu xatti-harakatimni deb aytgan bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun ayollar nima deb o'ylaydi? Qo'l ko'tarish, haqorat, bunaqa urishlarni normal holat deb o'ylaydi. Ya'ni bu sevganidan qilyapti. Sevgan odam ham uradi, ham so'kadi, kerak paytida ham sevadi degan normal qarashga kelib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu yerda ayol o'ylamasligi ham mumkin. Men hozir o'zimni qadrlab turibman yoki o'zimni qadrsizlantirib turibman degan narsalar xayoliga kelmasligi mumkin. Undan keyingisi bu ayolning o'zini shaxsiy chegaralarini bilmasligi va shaxsiy chegaralarining yo'qligi. Aslida biza uchun bu shaxsiy chegara degan narsa yangi termin hisoblanadi. Bizaga o'rgatishmagan bolaligimizda seni shaxsiy chegarang bor, bu seni shaxsiy narsang yoki buni sen hech kimga bermagin yoki o'zingga kimgadir xafa qildirib qo'ymagin, seni kimdir urmoqchi bo'lsa, jismoniy chegarangga tegdirmagin degan narsalarni bizaga bolaligimizdan o'rgatmaganliklari uchun bu bilimlar biz uchun yangilik. Ya'ni ko'nikma yo'qligi sababli ayollarda ham shaxsiy chegara yo'q. Ya'ni ular даже bilmaydi o'zini himoya qilish kerakligini. Chunki misol uchun shaxsiy chegaraning ham bir nechta turlari borda. Jismoniy chegara bor, emotsional chegara bor, keyin materialniy, ya'ni bizning moddiy narsalarimizga bo'lgan chegaralar bor. Mana shundan ham ko'pchilik ayollarimiz aziyat chekadi. Misol jismoniy chegara nima? Agarda erkak ayolini qo'l ko'tarib uradigan bo'lsa, demak ayolni tanasiga bo'lgan behurmatlikni qilyapti. Har bir inson alohida shaxs hisoblanadi va turmush o'rtoqlar bir-birini hurmat qilish kerak. Shaxsiy chegaralarni qo'l ko'tarish, urish, unaqa biror bir tan jarohati yetkazishlar aslida mumkin emas. Undan keyingisi bu emotsional chegara deydigan bo'lsak, ya'ni haqoratlar, har xil gaplar, kamsitishlar, ayolni qadrsizlantirish, mana bu narsa ham ayol kishining chegarasini buzayotganini bir ko'rinishi. Materialniy, moddiy narsalarga keladigan bo'lsak, misol uchun ayolni ishlab topgan pulini erkak ishlatishi yoki bo'lmasam o'sha umuman ayolni shaxsiy buyumlari, tilla, xonasidagi narsalariga turmush o'rtog'i yoki o'sha turmush o'rtog'ining yaqinlari, qaynona, qaynota, singillari beso'roq xonasiga kirishi, mana bularning hammasi aslida shaxsiy chegara hisoblanadi. Lekin boya aytib o'tganimdek, bu narsa ayollarga, qizlarga o'rgatilmaganligi uchun xijolat bo'lishadi. Mana narsamga tegmang deb ayta olishmaydi. Kelin bo'lganidan keyin ich-ichidan bu narsani yoqtirmasligi mumkin, og'rinishi mumkin. Na o'zini emotsional tarafdan himoya qila oladi, na o'zini jismonan himoya qila oladi. Qo'rquv ostida mana shunaqa o'ziga behurmatlikni shakllantiradi va oxir oqibatda o'zini qadrsizlash natijasida har xil ichki kechinmalar, stress, depressiya holatigacha bo'ladigan jarayonlar bo'lishi mumkin. Mana shu sabablari boshlang'ich. Undan keyingisi zo'ravon, abyuzer erkaklar ko'p holatda ayolni qo'rqitadi. Misol uchun agarda uyimga ketaman deydigan bo'lsa, uyingga ketadigan bo'lsang, senga ziyon yetkazaman yoki qayerga borsang ham seni izlab topaman, даже o'ldiraman deydigan gaplar bilan ham qo'rqitishi mumkin. Mana shuning natijasida ayollar turmush o'rtog'ini zulmiga, munosabatiga chidab yashaydi, qo'rqadi, tahdididan qo'rqadi. Qo'rquvi kuchliligi sababli hech qanaqa bir xatti-harakat, yechim qila olmasligi mumkin. Undan keyingi sababi jamiyat. Chunki jamiyatda borgan qiz borgan joyda qochish kerak, ota-onalarning ham gapi bor. Endi ketdingmi, meni oldimga yig'lab kelmagin, tiriging ham o'liging ham o'sha joyda bo'ladi endi va hokazo. Shunga o'xshash mentalitetni o'zining gaplari bor va buning oqibatida ayollar borgan sari so'li boradi. Chunki o'zining eng yaqin insonlari bo'lgan ota-onalari ham munosabat
munosabatga bir ozgina himoya qilib yoki podдержка berib, o'zaro munosabatni bir to'g'irlashga ko'maklashmaganidan keyin u yoqda erkak ham biladiki, bu ayolni hech kim himoyasiga olmayapti va bu hech qayerga ketolmaydi. U hech qanaqasiga o'zini himoya qilolmasligini ko'zi yetganligi sababli har safar yana ayolga ta'ziyq, har xil qo'pol muomala qilishda davom etaveradi. Yana bitta sababi bu o'rtadagi farzandlar. Farzandlar bo'lgandan keyin onalar farzandlari uchun otasiz qolmasin, ertaga qiz bola bo'ladigan bo'lsa, otasiz bo'lsa turmushga chiqishga qiynalmasin yoki bo'lmasam uylantiradigan bo'lsam otasi yo'q ekan, ajrashgan ekan deb mani yomon ona deb o'ylashmasin degan holatda, ya'ni onalar farzandining kelajagini o'ylab, o'sha uyda qiynalsa ham, zulm ko'rsa ham chidab yashashi mumkin. Mana shu joyda lekin bitta narsani tushunib olishimiz kerak, aziz ayollar, agarda siz mana shunaqa qo'pol muomalaga, zo'ravonlikka chidab yashayotgan bo'lsangiz, farzandlarim uchun deb yashayotgan bo'lsangiz, aksariyat holatda bu aksincha har kuni urush janjal bo'ladigan oiladagi farzandlar uchun bu yomon tarbiya hisoblanadi. Ya'ni farzandlar bu yerda travmalar olishi mumkin. Siz farzandim uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylayapsiz. Aksariyat holatda farzandlarga bu salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimoli bor. Mana shu joyni ham esdan chiqarmasligingiz kerak bo'ladi. Ya'ni farzandlar uchun o'zingizni qurbon qilsangiz bordi-yu, ertaga farzandlaringiz katta bo'lganidan keyin san uchun yashagan edim, san uchun chidagan edim, san uchun otangni tashlab ketmadim deydigan minnatli gaplarni ham gapirmasligimiz kerak. Chunki biz nimaga bunaqa zo'ravonlikka chidaymiz? Boya aytib o'tayotganimdek, boshqa variantini bilmaymiz. Biz hayotimizni butkul mas'uliyatini olishdan qo'rqamiz yoki bu munosabat uchun harakat qiladigan bo'lsam, ajrim bo'lib qoladi deb ajrimdan qo'rqishimiz mumkin yoki boshqa o'zimizni qo'rquvlarimiz bor. Har bir inson individual bo'lgandan keyin o'ziga yarasha qo'rquvlari bor. Ana o'sha qo'rquvlarni oqibatida o'zi uchun harakat qilmaydi. Mana shuning uchun o'zingizga mas'uliyatni olishingiz kerak. Men o'zim qo'rqqanligim uchun, men o'zim shu narsani xohlaganim uchun qoldim. Ya'ni sani aybing yo'q bu yerda degan tushunchaga kelib olishingiz kerak. Ertaga farzandlaringiz katta bo'lgandan keyin o'zingiz yoshligingiz o'tib ketib qiynalib azobda zulmda qolganingizdan keyin farzandlaringizga yoki farzandingizni ayoliga, keliningizga zulm qilmaydigan ona bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Chunki aksariyat hozirda zulmkor qaynonalar bor, misol uchun psixopat, shunaqa abuzer qaynonalar ham bor. Bularni yoshligini yoki o'sha o'zlarining hayotini bir tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, aksariyati mana shunaqa zo'ravonlikka chidagan onalar bo'lib chiqadi. Ya'ni o'zini hayotida yashamagani uchun, o'zlari shu yo'lni tanlagani uchun vaqt o'tgandan keyin o'zini ayblagisi kelmaydi-da, bu narsani tan olish qiyin. Bu hayotni o'zini tanlovi ekanini tan olgisi kelmaganligi sababli nima qiladi? Oradan o'sha ichkariga yig'ilib qolgan alam, nafrat, g'azablarni farzandiga va kelinlariga, atrofdagilarga sochishni boshlaydi va farzandlarni manipulyatsiya qilishni boshlaydi. Ya'ni o'ziga ruxsat bermadi baxtli bo'lishga, o'zini xohish istaklarini amalga oshirib yashay olmadi. Qarabsizki, farzandlarga ham xuddiki haqqi yo'q. Arazlab oladi, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, qaysidir farzandiga har safar o'zini o'sha o'tmishdagi dardlari, boshqasini gapirib yig'lab, ularni ham vijdon azobiga tiqadi yoki ular ham onasi uchun baxtli bo'lishga noloyiqman degan hislar bilan yashashi mumkin. Ya'ni agar men hozir baxtli bo'lsam, agar men xursand bo'lsam, agar men hozir boy bo'lib ketsam, onam xafa bo'lib qoladi. Chunki onam baxtli bo'lmadimi, menga ham baxtli bo'lish mumkin emas degandek holatlarga kelib qolishi mumkin. Ya'ni bu umuman farzandlar bilan bog'liq mavzu juda ham katta mavzu. Ya'ni o'rinda aytib o'tyapman, o'zingiz uchun tushunishingiz uchun, ya'ni farzandlaringiz uchun siz o'zingizni qurbon qilyapsizmi yoki bu narsa farzandingiz uchunmi yoki o'zingiz uchunmi? Agar haqiqatdan juda ham bir chidab bo'lmaydigan munosabat bo'ladigan bo'lsa, bu abuzer erkaklarning yonida ba'zida chidash u yerda dard topib o'lib ketgandan ko'ra, balkim ajrim ham ba'zida to'g'ri yechim bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni har kuni urush janjalni ko'rgan farzand bunaqa muhitda yashaganidan ko'ra, balkim otasiz yashagan yoki onasiz yashagani yaxshiroqdir. Bu ya'ni shunaqa qiling deyotganim emas. Prosta o'ylab ko'rish kerak, ertaga farzandingizning kelajagi qaysi tanlovingizda yaxshiroq bo'lishi kerakligini o'ylab ko'rish bu bir nima deydi, yechimlardan biri hisoblanadi. Har bir inson albatta o'zining tanlovi bor va har bir inson o'zi xohlagan tanlovni tanlaydi. Xo'p, undan keyingisi yana bunaqa zo'ravonlikka chidashning sabablaridan biri yonidagi juftini o'zgarishiga umid qilish. Ya'ni bir kun bu o'zgarib qolar, hech qisi yo'q deb turib, o'zgarishini kutib qarib qolgan ayollar borda, yoki bo'lmasam yoshi ulg'ayganidan keyin odamlarning ko'zi uchun bir uyda yashab yurishadi-da, vaqt o'tib bir 60 yoshga yetganidan keyin, 70 yoshga yetganidan keyin Rossiyaga, chet elga ketib qolgan erkaklar bor, ayolini tashlab. Mijozlarda bo'lganda shunday holat. Baribir tashlab ketdi bizani, mana bu farzandlarim lekin ulg'aydi yoki farzandlarning ham tarbiyasi yaxshi bo'lmagan, xulq
chunki bitta bolasi qamalib ketgan, qizi yana nimadir bo'lgan va hokazo. Mana shu va o'zida o'sha ayolni nechtadir kasalligi borda, misol uchun yurak kasalligi bo'lgan, matkasida nimadir miomalar va hokazo, o'zi ham ancha dard orttirib olgan. Chunki biz bosgan his-tuyg'ular o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi. Buni oldingi darsda ham aytganman. G'azab, nafrat bunaqa salbiy his-tuyg'ular bizani tanamizda psixosomatik kasalliklarni paydo bo'lishi mumkin, paydo qilish ehtimoli bor. Shuning uchun eng to'g'risi bunday vaziyatda o'z ustida ishlash baribirda. Ya'ni chidab, ichingizga alam, nafratni yutib yashash bu o'zingizga qarshi noto'g'ri qaror, o'zingizga qilingan bu jabrlik hisoblanadi. Chunki inson ham ruhan ham jismonan sog'lom bo'lishga harakat qilish kerak. Ya'ni insonni bu vazifasi, eng oliy o'zi oldidagi vazifalardan biri salomatligi hamda ruhiyatining salomatligi hisoblanadi. Bu tarafdan biz o'zimizni qadrlashimiz, o'zimizni hurmat qilishimiz, o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyingi sababi ayollarni bu zo'ravonliklarga, munosabatga chidashi pul bo'lishi mumkin. Hech qayerda ishlamaydigan ayollar bor, uy bekasi bo'lgan yoki biror bir ish qila olmaydigan ayollar bor. Mana shular pul uchun agarda turmush o'rtog'i yaxshiroq daromad topadigan bo'lsa, pul uchun chidab beradi, chidab har qanday zulmga chidab yashaydi. Undan keyingisi boya aytib o'tganimdek, boshqacha hayot ssenariyini bilmaydi. Bunaqa ayollarni aksariyat bolaligida ota-onasi ham har kuni urush janjalda ulg'aygan bo'lsa, jabrdiyda bo'lgan bo'lsa, onalari, qiz ham xuddi shu narsani takrorlaydi. Ya'ni boshqacha variantini bilmaydi, o'zini himoya qilishni bilmaydi. Hayot demak shunday ekan, shunaqa yashash kerak ekan, chidash kerak ekan. Onam ham chidadi bizlar uchun, men ham chidaman bolalarim uchun va hokazo. Ya'ni ota-onani ssenariysini takrorlab shunaqa konfliktli munosabatlarda yashayveradi. Demak, yana bittasi bor, eng muhimlaridan biri, chunki ayollar o'ylaydi, men qiynaldim deb menga murojaat qilishadi va qiynalganidan keyin alohida konsultatsiya yoki oylik kurslarni taklif qilgandan keyin o'ylanib qolishadi. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak, ba'zida inson haqiqatdan ham biror bir muammo yoki o'sha vaziyatlarga chidolmasa, bu juda ham og'riqli vaziyat bo'lsa, har qanaqasiga ham yechim topishga harakat qiladi. Qarz olsa ham, tillasini sotsa ham, ya'ni muammosini hal qilish uchun harakat qiladi. Ba'zi ayollarimiz shunchaki savol beradida, hech qanaqa harakat qilmaydi. Bu joyda nimani tushunishimiz kerak? Aslida mana shu qiynalib yashash ba'zi ayollarga yoqadi. Bu psixologiyada mazoxizm deyiladi. Ya'ni jismoniy mana shunaqa zo'ravonlik, qiynalish yoki bo'lmasam emotsional haqoratlar, shunga o'xshash narsalardan rohatlanadigan insonlar ham bo'ladi. Balkim bu siz uchun yangilikdir, lekin bu ilmiy isbotlangan narsalardan biri hisoblanadi. Mazoxizmga nima qilgan, moyil bo'lgan ayollar ham bor. Shuning uchun biz tashqaridan ba'zi ayollarga rahmimiz kelishi mumkin. Voy bechora, har kuni eri uradi yoki har kuni yig'lab ovozlarini eshitamiz deb qo'shnilari, yaqinlari, qarindoshlari ularning ko'zlari ko'kargan yoki boshqasini ko'rib rahm kelishi mumkin. Boshqa tarafdan qarab ko'rish kerak. Balkim bunaqa ayollarda mazoxizm bordir. Ya'ni yoqadi ularga bunaqa hayotda yashash. Ular jimjitlikda, tinch holatda, xotirjamlikda yasholmasligi mumkin. Chunki boya aytib o'tganimdek, kichkinalikda nima bo'lgan, onasi har doim urganidan keyin yana yaxshi ko'rgan yoki bo'lmasam ota-ona umuman bolaligida e'tibor bermagan, faqatgina urush orqali e'tibor olgan farzandlar bo'lishi mumkin-da. O'sha haqorat orqali e'tibor olgan, boshqachasiga e'tibor ololmagan farzandlar bo'lishi mumkin bolaligida va katta bo'lgandan keyin ham bu narsani xuddiki xumori tutadi. O'sha yoshligida onasini urgani, otasini urgani yoki ularni janjali orqali o'ziga qanaqadir bir yengillik his qilgan bo'lsa, bu katta bo'lgandan keyin ham mazoxist ayollar erini ham urdi turmaydigan erkakka qo'ymaydi. Baribir vaziyatlarni, urushni, janjalni shunga to'g'rilab qo'yishi mumkin-da, erini urdiradigan erkakka ham aylantirishi mumkin. Mana shu taraflari ham bor. Mazoxizmning turlari ko'p. Balkim bu haqida ham keyingi darslarda sizlarga ma'lumotlar beraman, chunki u ham o'zi bir katta mavzu. Agarda kommentariyga yozib qoldiringlar, siz uchun qiziq bo'lsa, xudo xolasa keyinroq bu haqida ham audio darslik tayyorlab sizlarga taqdim etaman. Xo'p, agarda bu holatlar davom etayotgan bo'lsa, nima qilish kerak deydigan bo'lsak, yechimi yana aytaman, bu shaxsiy rivoj. Sizda agar mazoxizm bor bo'lsa, buni anglashingiz kerak. Bundan haqiqatan chiqishni istamoqchi bo'lsangiz, boya aytganimdek, bu bolalikdagi travmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agarda yo'q, sizda o'sha ruhiy bog'lanish, keyin ichkaridagi bo'shliq, yolg'izlikdan qo'rquv yoki boshqa ehtiyojlaringiz bo'lsa, bularni hammasini davolash kerak hisoblanadi. Chunki bu nosog'lom munosabatni ko'rinishi. Sog'lom munosabat haqida tepada ham, boshqa audiolarda ham ko'p marotaba aytib o'tganman. Sog'lom munosabat aslida bir-birini hurmat qilish, bir-birini shaxsiy chegaralarini bilish, o'zaro ishonch va sevgi
qo'llab-quvvatlash va har xil nima deydi, ijobiy munosabatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Va bu tepada hozir sanab o'tilgan holatlar bir taraflama emas. Bu yerda erkakning ham bunaqa holatga kelib qolganini o'ziga yarasha sabablari bordir. Ya'ni erkakning ham o'ziga yarasha ichki travmalari bor va shuning oqibatida o'shanaqa ichiga yig'ilib qolgan agressiyalari, o'sha ichiga yig'ilib qolgan alamlarini o'zi anglamagan holatda ayoliga, farzandlariga chiqarayotgan bo'lishi mumkin. Agarda bu holatdan chiqishni istasangiz, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, sog'lom munosabatni tiklaymiz degan niyat, maqsadingiz bor bo'lsa, unda bemalol yakka tartibdagi alohida konsultatsiyalarga murojaat qilishingiz mumkin. Menda onlayn va offlayn konsultatsiyalar bor. Bularni ustida ishlasa, albatta natija bo'ladi. Tanlov har doim insonni o'zida. Biz hayotimizdagi eng muhim bo'lgan narsani o'zimiz anglamaymiz, ya'ni bizning tanlovimiz. Vaqt o'tgandan keyin, yillar o'tgandan keyin siz birovni ayblaganingiz yoki birovdan alamingizni olishingiz bu to'g'ri yechim emas. Chunki mana shunaqa zo'ravonli hayotda yashayapsizmi, siz chidab yashayapsizmi bu narsada, bu sizning tanlovingiz. Yoki ongli tanlov qilyapsiz yoki ongsiz tanlov qilyapsiz. Va har kuni sizda imkoniyat bor hayotingizni o'zgartirish. Ya'ni Alloh bizga tanlov qilish imkonini bergan. Hech bir inson bir-biri bilan, ya'ni majburan chidab yashash kerak degan joyi hadislarda ham, dinda ham, даже psixologiyada ham bunaqa narsa yo'q aslida. Agarda siz chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz bu mavzuni. Shuning uchun ertaga bunaqa er bilan yashab, umringiz o'tib, dard topadigan bo'lsangiz ham tanlov o'zingizda bo'lgan. Ularni ham ayblamasligingiz kerak, o'zingizni ham ayblamang. Yo'q, demak men bu munosabatga ortiq chidolmayman, men buni yechimini xohlayman desangiz ham siz haqsiz. Ya'ni bu munosabatni to'g'rilasa bo'ladi. Har doim ham munosabatlarni nima deydi, oxiri ajrim bilan tugamaydi. Хотя бы siz o'zingizni o'rgansangiz, bu narsadan shaxsiy chegarangizni, bu holatga qanday kelib qolganingizni va o'sha ichki hislaringizni, kechinmalaringizni to'g'ri anglagan paytingizda o'zi yechim topiladi. Aksariyat holatda ayollar o'z ustida ishlagan paytida yonidagi turmush o'rtog'i ham avtomatik ravishda o'zgarishni boshlaydi. Mana shunaqa oiladagi munosabatlar bir-biriga uzviy bog'liqlik tomonlari ham bor. Muhimi harakat bo'lganda albatta natija bo'ladi. Agarda sizga konsultatsiyalar kerak bo'lsa, mana shu joyda qoldirilgan nomerlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'linglar. Siz bilan psixolog Xosiyat Allayarovna bo'ldi.